Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'z viloyatingizda qanday ob-havo bo'lishini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi podpisatsiya va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. 19-20 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 21 martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja. 21 martda 7-12 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-20 martda 5-10 daraja iliq, 21 martda 7-12 daraja iliq, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 20-21 martda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi.